Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Limonchilik agroxizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 1-iyul 2025-yil hafta kuniga seshanba. Xo'p, dehqon akalar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Xudo xolasa 10 mingtaga ham ozgina qolibmiz. Xo'p, dehqon akalar, bugun dildan suhbat quramiz. Hop, ya'niki hozir mana soat dehqonlar ko'rinyaptimi? 14:46, 1-iyun 42 gradus issiq beryapti. Ya'ni mana shu paytda biz video qilyapmiz dehqonlar. Dam olganimiz yo'q. Konditsioner tagida yoki bo'lmasam muzdekhonada dam olingani yo'q. Limonlarga sharoit yaratib berish bilan hozir mashg'ulmiz. Ya'ni mana ko'rinadigan bo'lsa, tepadan yomg'irlatib, ya'ni shu bargini yomg'irlatib yuvishni hozir harakatini qilyapmiz. Bolalar shu ertalab guvohlik kelgan. Mana shu bolalar bilan birgalikda mana shu ishlarni qilib boryapmiz dehqon akalar. Hop, yomg'irlatib sug'orish haqida, ya'ni shu bargidan yomg'irlatib yuvish haqida ozgina ma'lumot berib ketaman. Undan oldin bir ikkita kommentariy o'qib qoldim. To'g'risi bularga e'tibor bermayman. Sababi o'shaligi darslikni qimmat ekan, dardilaring pul ekan degan kommentariyalar o'qib qoldim. Oddiy bitta darslikni olish uchun yolg'on bo'lmasa, Yorqin akam guvoh, uyimdan 110 kilometr uzoqqa borib 3 kun mehmon bo'ldim Yorqin akamligida. Bitta darslik uchun 1 soatlik shu material uchun dehqonlarga hamma narsasi tushunarli bo'ladigan toza material olish uchun ertalab soat 5 dan kechqurun 12-1 gacha harakat qildik Yorqin akam bilan. Bu arzimagan 400 ming so'm. Agar sheriklik bo'ladigan bo'lsa, Yorqin akam ikkalamizga 200 ming so'mdan pul tegadi. Lekin bu o'zini egalari bor, bu aynan gapiradigan akalarga emas bu. Ulardan oldin mana shu bizga iltimos qilgan dehqon akalarimiz bor. Mana shunaqa darslik qilsalaringiz sotib olamiz degan dehqon akalarimiz uchun qildik. 3 ta darslik tayyorlash uchun 3 kun shu yerda qolgan bo'lsam, Yorqin akam 3 kun mehmon qildi. Bitta shu 1 soatlik darslik uchun ertalab soat 5 dan 2 kishi, 3 kishi, Yorqin akamning o'g'li ham biz bilan tengma-teng yurdi, Quvonchbek. Mana shu bitta videoni tayyorlash uchun 5 dan kechqurun 12-1 gacha harakat qildik. 1 soat video qilish uchun shunaqangi vaqtimiz ketdi. Endi oson ish hech qayerda yo'q. Agar oson ish biror joyda bo'lsa, aytsalaring, o'sha ishga o'tib olaman. Sababi mana shu sohaga kirganimga 13 yil, 14 yil bo'lgan bo'lsa, biz ko'rmagan qiyinchiliklar qanaqasam bo'ladi. Qanaqangi bir mana shu limonchilik sohasida dakki yeydigan joylar bo'lsa, hammasini yeb ko'rganmiz. Ya'ni shu shogird tushib yurgan paytlarimizda mana shu hammasidan o'tib o'tganmiz. Mana hozirgi kunda mana bu limonlarni sharoitini qilib beraylik, shundan bir yaxshiroq daromad olaylik, ertaga bola chaqamizga yoki bir uy solamiz, mashina olamiz yo to'y qilamiz degan maqsad uchun mana hozir soat 3 rosa quyosh pikka chiqqan payt, mana Tbilisidan ko'rsatib ketay, mana shu tomoni ochiq, qolgan tomoni mana salafan. Dim havoda mana yurib video qilyapman. Ana bolalar mana shuni o'rnatib chiqyapman. Tepadan ko'rinadigan bo'lsa, mana shu narsani o'rnatib teshib chiqyapti. Mana shu limonlarni
sharoitini qilib beraylik degan maqsadda mana shu ishlarni qilyapmiz dehqon akalar. Shuning uchun ma'qul bo'lmasa, misol shu bizni darsligimiz yoki bo'lmasa buni beradigan ma'lumotlarimiz ma'qul bo'lmaydigan bo'lsa, ko'rmang, hech kimni majburlamaymiz. U sotib olish majburiy emas, u darslikni sotib olish majburiy emas. Xohlagan odam sotib olishi mumkin. Biz uni majburlab sotmaymiz, uni puliga qarab qolgan joyimiz ham yo'q. Yorqin akamni ham u o'ziga yetarli ishi bor, o'ziga yetarli bemalol mablag'i bor. Gektar bog'lari bor. Shuning uchun faqat biz sizlarga bir qulaylik yaratish maqsadida bu ishlarni qilyapmiz dehqon akalar. Lekin qattiq gapirib yuborgan bo'lsam uzr so'rayman. Hop, dehqon akalar mana tomchilatib sug'orishdi. Ya'ni shu yomg'irlatib deymiz. Yomg'irlatib sug'orish, ya'ni bargini yuvish, limonlarga mana shu sitrus, ya'ni o'zini iqlimini qilib berish maqsadida mana shu ishlarni olib boryapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, barglarimiz chiroyli holatda yuvilib qolyapti va bunda ertaga nafas olishi, barglarni fotosintez jarayoni biz bargidan beradigan ozuqalarimizni o'zlashtirishi xudo xolasa joy-joyida bo'ladi. Kecha Xorazmdan Shokir akam mana shu yomg'irlatib sug'orish haqida ozgina ma'lumot so'ragan edi. Shokir akamni ham joylari katta. Shokir aka, mana shu narsani qilishingizni tavsiya beraman. Sababi bunda vaqtdan yutasiz. Haligi kacherda har doim yuvib chiqqandan, endi misol uyda 1 sotik, 2 sotik bo'lsa eplash mumkin. Lekin katta gektar bo'ladigan bo'lsa, kacherda ham qiyinchilik bo'ladi. Hozir mana 25 sotikka bittada mana shu motorni shunday ko'targan paytimizda 25 sotik teplisamizga xudo xolasa mana shu holatda mana barglarimizni chiroyli qilib yuvilyapti. Mana ko'rinadigan bo'lsa, mana shu holatda yuvilyapti. Bu degani mana shu 1 gektar bo'ladigan bo'lsa, 1 gektar teplisamizni agar 15 minutdan qo'yib beradigan bo'lsak, 15 minutda mana shu bargini chiroyli qilib toza qilib yuvib qo'yapti. 15 minutdan qo'yib beradigan bo'lsak, hozir qancha vaqtimiz ketadi? Yarim soat, 15 minutdan 30 minut 50 sotikka ketsa, yana yarim soat, 1 soatda mana shu 1 gektar teplisamiz mana shu yomg'irlatib qilinadigan dajdivarka deymizmi? Mana shu dush deylik, bemalol bahra olar ekan. 1 soatda mana shu 1 gektarni biz qo'ldan chiqaramiz ekan. Ya'ni mana shu holatda limonlarni cho'miltirib olamiz ekan 1 soatda. Endi yana bir buni qulayliklari, agar bochka orqali qiladigan bo'lsak, ya'ni shu hozir chiqib ketgan plastmas bochkalarimiz bor, mana shu plastmas bochkalarimizdan cheres bochka orqali oladigan bo'lsak, bochkalarimizning hajmi aniq, ya'ni litri aniq, tonna. 1 tonnadir, 2 tonnadir, 3 tonna yoki 4 tonna, lekin aniq oladigan suv hajmi aniq. Bu yerga NPK tayyorlashimiz mumkin, bargidan oziqlantirish uchun, arzonroq tushish uchun o'zimiz shu azot, fosfor, kaliy qilib tayyorlab turib bargidan beradigan bo'lsak, ham arzon variant bo'ladi, ham mana shu 15 minutda 25 sotikni bemalol mana shu holatda cho'miltirib qo'ysak bo'laverar ekan. Shuning uchun qilish kerak buni. Sababi mana shu aytib o'tib ketdim, barg yuviladi, fotosintez zo'r bo'ladi. Uncha hasharotlar, ya'ni quruqda rivojlanadigan, ko'payadigan hasharotlarimiz bunaqangi iqlimda yasha olmaydi. Ya'ni muntazam ravishda mana shu cho'miltirib turadigan bo'lsak, shu quruqda yashaydigan, ko'payadigan hasharotlarimiz bunga tusha olmaydi. Mana shu hasharotlarga ham sepadigan ximik dorilarimizdan ham
bizga foyda bo'lar ekan dehqon akalar. Ya'ni shu bir martalik katta mablag' evaziga bu ham endi o'zimiz qo'lbola qilib hozir vaqtinchalik turibmiz. Lekin xudo xohlasa keyinchalikka planimiz bor. Chiroyli qilib shu tepasidan mana shu yomg'irlatib yuvadigan apparatlarni qilamiz xudo xohlasa. Lekin hozir bu vaqtinchalik, sababi yoz oylarimiz mana birinchi oyi tugagan bo'lsa, hali iyul, avgust, sentyabr oylarimiz ham issiq bo'ladi. Shuning uchun mana hozirdan biz harakat qilyapmizki, shu limonlarimizni chiroyli holatda pishirish, keyin mana shu keyingi gullarni ham mana hozir 25 sotikni ishlatib qo'ydim. Mana shu yerdagi gradus pastladi, ancha pastlab ketdi. Ya'ni shu dim havo bo'lib turadi. 25 sotikni bitta yoqqan paytimda ancha salqinlab qoldi. Ya'ni limonlarga mos gradus menimcha bo'ldi. Shu 25 dan yuqori bo'lsa ham 30 bo'lgandir, lekin tashqarini hozir mana telefonda ko'rsatdim. 42 ko'rsatyapti. Endi rost bo'lsa 42 gradus beryapti. Endi issiqxonani ichini tasavvur qilib ko'raverasizlar. Yarim ochiq bo'lgan holatda ham baribir bir tomonida salafani bor, quyosh chiqib turibdi. Ancha dim havo. Mana shu dehqon akalar, bugun ozgina video rolik sizlarga maxsus. Keyin shu akalarimizga ham iltimos, agar mabodo ma'qul kelmaydigan bo'lsa, bemalol o'zingizni ishingizni qilaverasiz, biz ham o'zimiz ishimizni qilaveramiz. Bir-birimizga xalaqit berish yo'q, sen menga borish yo'q. Xohlasangiz ko'ring, xohlasangiz ko'rmang. Biz majburlab bu videoni birovga ko'rsatmaymiz ham. Kimlargadir manfaatli bo'lyapti ekan, obuna bo'lib, biz mana shu chiqaradigan videolarimizni, yoshi katta hoji buvalarim bor. Sirojdan har kun chiqaradigan videolaringizni kutib turaman deydi. Ko'proq shu bitta vaqtda qo'yishga harakat qilaman, ya'ni obeddan keyingi montajlarini qilib, obeddan keyin qo'yishga harakat qilaman YouTube kanalimizga. Mana shuni ko'rib kutib turadigan yoshi katta hoji buvalarimiz bor ekan, rahmat ularga. Shunaqa gaplar dehqon akalar, bilib bilmasdan har xil gapirishlar bo'lmasin. Sababi buni tagida meni 13 yillik rasm bo'ladi vaqtim o'tib ketgan. Mana shu sohani o'rganaman. Sohada bir yaxshi mutaxassis bo'laman degan maqsadda shuncha yilimizni sarflab qo'yganmiz. Shuning uchun bilib bilmasdan har xil narsalarni gapirish to'g'ri kelmaydi. Mana gullarimizni ushlatyapmiz. Xudo xolasa, mana bu yoqda ham bor. Mevalarni ko'rsatdim. Mana mevalar zo'r yuvilyapti. Mevalarni ko'rsatdim kecha ham mana. Yirik bo'lib qoldi, xudo xolasa mevalarimiz. Mana dehqon akalar, mevalarimiz cho'milyapti. Mazza qilib. Xudo xolasa. Mana shularga sharoit qilib beraylik degan maqsadda mana issiq demasdan ukalarimiz bilan birgalikda tengma-teng ishlab kelyapmiz. Yo'qni ham ko'rsatay. Mevalarimiz mazza qilib cho'milib, yuvilib, juda bir ajoyib holatda, xudo xolasa. Mana bu yerda ham ancha tiqilib qolibdi mevalarimiz, barakasini bersin dehqon akalar. Mana ko'rib, mashalloh ko'z tegmasin. Kommentariyada har xil gap yozgandan mana shu qiladigan mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlab qo'ysalaring, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Mana dehqon akalar, ko'rinadigan bo'lsa mevalarimiz. Shunaqa gaplar. Bugun ozgina dildan suhbatlashaylik degan maqsadda video qilyapman. To'g'risi, unaqa gap so'zlarga e'tibor bermayman, lekin mana bunaqangi qiladigan ishlarni bilmasdan turib yozilgan narsalar odamni ozgina jahlini chiqarib qo'yar ekan. Ya'ni
Hozir kimdirlardir yotibdi konditsioner tagida, salqinda, boshqada. Lekin biz mana shu limonlardan umidimiz katta bo'lgani uchun yuribmiz. Issiqda ham mana shularga sharoit qilib beraylik deb. Dehqonlar Xudo xolasa ko'rishlaring mumkin. Bu tomonlarini hali teshilgani yo'q. Shunaqa gaplar dehqonlar. Savol takliflar bo'lsa albatta kommentariyada kutib qolaman. Telefonlarga ertalab soat 8 dan kechqurun 6 gacha, ya'ni kechki payt 6 gacha javob beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, sizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishlaring mumkin. Keyingi videochalarimiz ham böyle holatda. Dehqonlar mana tekkani yo'q. Ko'rinadigan bo'lsa mana yerga tekkani yo'q. Mana kuchim bilan hozir tortib turibman mana. Shunda ham tekkani yo'q. Sababi mana shu hisobini olib kesganmiz. Mana shu narsalarni ham. Xo'p. Bunaqa gaplar xullas. Haligi kattalardan qolgan gap bor. It quradi, karvon o'tadi deydimi? Ertaga Xudo xolasa natijalarni ko'rsatamiz. Bu yerdan qancha oldik, necha puldan sotdik, nimalarga ishlatdik. Bu bir eslaringda bo'lsa yaxshi niyatlar qilib bir video qilgan edim. Ya'ni Xudo xolasa mana shu yerdan olinadigan mablag'larga ota-onalarimizni, yaqinlarimizni va o'zimizni mana shu umra haj safarlariga borishlik nasib qilsin. Mana shundan topgan pullarimizga deb chiroyli niyat qilgandim. Allohga oson. Xudo xolasa beraman desa hech narsa emas. Bir deganda berib qo'yadi. Xudo xolasa mana shu natijalarni ham sizlarga ko'rsatib boramiz, dehqonlar. Hop. Shu kimgadir gaplarimiz qattiq tekkan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Majburlash yo'q, dehqonlar. Shu kimga ma'qul keladigan bo'lsa, o'zlari ko'rishyapti, topib yurib, boshqa qilib Telegram kanallarimizga ulanishgan, chatlarimizni kutishadi. Bugun chat bo'ladimi deb yozadigan dehqonlarimiz bor. Xursand bo'lamiz. Sababi mashq qiladigan ishlarimiz kimgadir manfaatli bo'lyapti degan maqsadda ancha xursand bo'lamiz biz ham. Xo'p. Mana shu yerdan chiqib ketay endi. Mana hozir bu tomonni o'chirib, yigitlar mana bu tomonlarni teshyapti endi. Mana shu ko'rinadigan bo'lsa, mana shunaqa qilib yomg'irlatib baglarni yuvyapmiz. Mana yuvilgan joylarimiz dehqonlar o'ta chiroyli bo'lib, Xudo xolasa yam-yashil massaga kirib qoldi mana. Endi zelen obreskalarni qilamiz, Xudo xolasa. Mana bu ishlar sal yengillatib olsak, keyin zelen obreskalarni bir qator chiroyli qilib qo'ysak, suvlarni qo'yyapmiz, o'qitlarni beryapmiz. Mana shu yerda nima ish qiladigan bo'lsak, dehqonlar men chiqaryapman. Video qilib chiqaryapman. Qilinadigan ishlarni yashirganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Rasmgacha mayli menga pul to'lamasa ham, reklama bo'lib qolsa ham, rasmgacha qo'yib beryapman. O'sha MPK qanaqangi MPK sepyapman, qanaqangi dori ishlatyapman, hammasini rasmgacha qo'yib beryapman dehqonlar. Mana mevalarimiz. Xudo xolasa barakasini bersin. Mana shu niyatlarimizga yetaylik hammamiz. Aytsam bo'ladi. Yaxshi joylarga borib, ya'ni umra hajlarga borib ziyorat qilib kelishlik barchamizga nasib aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun yangidan yangi va qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etamiz.